Gap tamom. Shu qizga uylanasan, tushundingmi? Aka nimaga tushunmaysiz? Meni sinimday bo'lib qolgani, men qanaqa qilib uylanaman unga? Otam rahmatli, ammam bilan quda bo'lishni butun umr orzu qilganlar. Gap tamom. Ammamni qiziga uylanasan. Shu qizga uylansam qutulamanmi? Yaxshi, uylanganim bo'lsin. Axir oyi, yana shu gapni sizga necha marta aytdim. Men rozi emasman. Hoy qiz, nimaga tushunmaysan a? Agar akamga kelin bo'lsang, hamma boyligi seniki bo'ladi-yu. Oyi, axir pul, mol, davlat odamga baxt bermaydi-ku. Yeganing oldingda, yemaganing orqada bo'ladi. Xullas gapim shu. Agar jiyanimga erga tegmasang, sendan rozi emasman, oq qilaman. Oyi, bu nima deganingiz axir? Mayli. Siz uchun roziman. Mana oyijon, nogiron nabirangizni olib keldim. Oyi, akangizdan qolgan mol davlati qudrati bolamni sog'lom qilishga yetarmikan? Ana endi bir nogiron bolaga qarab ko'ring-chi. Menga naqadar qiyinligini shunda bilasiz.